Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'rishinglar mumkin. Bugun o'sha previewda ko'rganinglardaqa AIda, ya'ni Remini AIda portret rasm yasaymiz. Uning uchun kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin bizga list kelib chiqadi. Har xil variantlar bor. Ko'rishinglar mumkin. Endi biz mana shu headshot shunisini tanlaymiz. Bizga полный paket olishni so'raydi. Получить полный paket bosamiz. Bosganimizdan keyin selfie rasm so'raydi. Ya'ni 8 tagacha o'zingiz selfie rasmingizni qo'yishingiz kerak. Bibliotekaga kiramiz. Bibliotekaga kirgandan keyin o'sha mijozimizni rasmlarini qo'ysak bo'ladi. Добавить qilamiz. Добавить qilganimizdan keyin ozgacha kutishimiz kerak. Kutganimizdan keyin продолжить bosamiz. Продолжить bosganimizdan keyin 12 rasmni optimizatsiya qilish uchun, ya'ni generatsiya qilish uchun bizga tayyorlayapti. Hozir natijani sizlar bilan birga tomosha qilamiz. Shaxsiy blogingizni yuritayotganingizda, portretingizda yoki qanaqadir studiyalarga borib ilojsiz rasmlar qilmoqchi bo'lsangiz, aynan shu Remini appini foydalanishingizni aytib qolaman. Bu bepul emas. Ya'ni undan qanaqa qilib bepul foydalansak bo'ladi. Boshida registratsiya qilinadi. Registratsiya qilingandan keyin karta qo'shiladi va bizga 15 kunlik adashmasam probniy versiya beradi. O'sha 15 kun ichida siz o'sha mahsulotlaringizni, ya'ni rasmlaringizni portret holatiga keltirishingiz mumkin bo'ladi. Hoppa. Endi ko'ramiz. Hop. Hoppa. Ko'ryapsizlar, o'sha rasmdagi holatdagi rasm. Kerak emas variantlarni olib tashlasanglar bo'ladi. Qolganlarini qoldiramiz. Endi bizda bitta bu emas, boshqa variantlar ham bor. Hozir biz sizlar bilan mana shu variant portretga qaysi variant tanlasak bo'ladi? Bu variantni ham tanlasak bo'ladi. Mana estetik. Xo'p. Tayyor deyapti. Tayyor bo'lgandan keyin bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu sal o'xshagan. Atak portret degan bo'ladi buni mana. Yaxshi variantda chiqarib bergan. Kerak emaslarini delete qilib yuborsangiz ham bo'ladi. Yemaganlari ham bo'ladi orasida. Xo'p, bunda ham rasm tayyor bo'ldi. Rasmni ochib ko'ramiz. Hoppa. Bu ham yaxshi variant. Bu ham yaxshi, mana bu ham yaxshi. Bu ham yaxshi. Keyin bu yerda yana bitta funksiya bor. Ko'ryapsizlar, mana shu rasm bo'lsa, ulучшить qilsak bo'ladi. Ya'ni yaxshilash. Xira kачестводagi rasmlarni tiniqlashtirib beradi. Ko'rishingiz mumkin mana. Ko'ryapsizlar, mana bu rasmni mana qilib berdi. Ya'ni ultra 4K da qilib berdi. Agar siz ham shaxsiy brendingizni yurg'izmoqchi bo'lsangiz, ushbu kanaldan uzoqlashmang. Sababi shaxsiy brendga asoslangan hamma ma'lumotlarni ushbu kanalda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yib, obuna bo'lish esdan chiqmasin.